Demak, davom etamiz. Bizda 3-si. To'g'ri burchakli uchburchakning tomonlari 6x10 bo'lsa, uning yuzini toping. Yaxshi. Demak, mana bu yeri x ekan berilgan chizmamizda. Bu qaysi formula yordamida topiladi? Keling, buni birgalikda ko'ramiz. Pifagor formulasi yordamida, demak, mana bu tomonni topib olamiz. Pifagorning formulasi quyidagicha edi. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat. Mana shu formulaga asosan, ana endi bizda mana bu tomonimiz bor. Bu yerda eslatma sifatida yozib ketaman. A, B bizda katetlar bo'ladi. Katetlar. C esa gipotenuza bo'ladi. Endi mana shulardan xulosa qilib oladigan bo'lsak, bizda misolimiz quyidagicha ishlanar ekan. Bizda A ni o'rnida 6, C ni o'rnida 10 kelyapti ekan va B ni topishimiz kerak. Shunda quyidagicha 6 ni kvadrati plus B ni kvadrati teng 10 ni kvadrati holatiga kelib qoladi. Bu yerdan B kvadratni topadigan bo'lsak, quyidagicha 10 kvadrat minus 6 ni kvadrat. Natijada B kvadrat barobar 10 ni kvadrati 100, 6 ni kvadrati 36 bo'ladi. Demak, B kvadratimiz demak 64. Qaysidir sonning kvadrati 64 chiqishi ekan. Endi B barobar bu 8 degan ifoda o'z-o'zidan bizga ma'lum bo'ladi. Endi bu yerda nima qilamiz? Demak, bu 8 ga teng ekan. Endi yuzasini topamiz. Bizda bu Pifagor yordamida biz tomonini topib oldik. Endi yuzasini topish uchun yuza quyidagicha topiladi. S barobar A ko'paygan B taqsim 2 holatida topiladi. Demak, bu yerda 6 ni ko'paytiraman 8 ga, bo'laman ekan 2 ga. Bularni qisqaradigan bo'lsa, 3 kara 8 24 degan javob olar ekan. C javob. Endi qarang, buni yana bir usuli bor. Qanday? Nima uchun buni 2 ga bo'lamiz? Tasavvur qiling, bu shaklda agar mana bunday holatda to'ldiradigan bo'lsak, qanday bo'lib qoladi? Ya'ni to'g'ri to'rtburchak bo'lib qoladi, to'g'rimi? To'g'ri to'rtburchakda eni bor, bo'yi bor. Ya'ni S barobar enini bo'yiga ko'paytirib topamiz agar bu to'g'ri to'rtburchak bo'lganda. Endi mana shuni tasavvur qiling, mana teng 2 ga bo'lyapmiz o'rtasi. Demak, bu yog'ida ham mana shunday shakl bo'lib qoladimi? Endi 6 kara 8 48 bu to'liq shaklda yuzasi bo'ladi. Endi shu shaklimiz bizda yarmi, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda 2 ga bo'lib topyapmiz. Mana misolimizda qanday ishlanishi va qaysi formulalar yordamida ishlanishini ham batafsil tushuntirib o'tib ketdim.